Mening ismim Kalbinur To'sun. Men Qashqar shahrining Yupurg nahiya termiyasi o'ltirishliq. Termiyasining birinchi mahalli 3-kanatdan Xitoy tajovuzchilari bizning vatanimizni ishg'ol qilib olgandan beri nüfusimizning ko'payishini cheklashdan boshqa bizning nüfusimizni yoshirin o'stirib keldi. Men bo'lsam yoshirin boshqa shaharlarga ketib yurib degandek 6 balliq bo'ldim. Yen eng oxirgi balam qusug'imni qolgandan keyin balamning qusug'ini borligini bilib kelib Xitoy kafirlar tushirayotmoqchi bo'lganda Turkiyaga yenib chiqib, o'sha balamni xotirjam tug'ilish maqsadida Turkiyaga chiqqan. Mening qolib qolgan 5 balam vatanda. Men agab qo'yib ketgandan keyin yo'lishimni Xitoy tajovuzchilar tutib 10 yillik turmaga tashladi. Mening yo'lishimning hech qanday jinoyati yo'q. Hatta o'sha vatanda qolib qolgan 5 balamni Xitoy kafirlar ota-onamga bermay, urug' tuqqanlarimga bermay, o'zimning oilasidan yana Qashqardan Xitoy kafirlar olib ketibdi. Yaqinda bo'lsa 2018-yili 12-ayning 24-i Xotandagi bolalar tarbiyalash lagerida yana bolalar yig'ilish lagerdan tortilgan bir videodan qizimni tunib oldim. O qizimning ismi Ayşe. Şu birlik uçuk kız şu. Hazır bo'lsa 6 yoshga keldi. Men yenib kelgan vaqtimda 3 yoshlik qolgan. Başqa balalarımningki hayotligini bilmayman, nerligini bilmayman. Balalarımni başqa shaharlarga, başqa yerlarga taqib etgan o'xshaydi. Yaqinda vakillarni, xalqaro vakillarni chaqirtib, Uyg'urlar biz hech nima qilmayotimiz, ularni tarbiyalayotimiz deb yolg'on gap qildi. Eğer Uyg'urlarni hech nima qilmagan bo'lsa, nim deb mening balamni lagerga tutib ketadi. Mening balamning nima jinoyati bor ekan, yo'lishimning nima jinoyati bor ekan. Bardigan vakillar sizlardan o'tinib qolay. Mening balalarimning nerligini menga tep beringlar. Men balalarimning hayotmi, o'likmi bilmayman. Shunchalik azobli qachon yashayapman. Bu kunlarni qanday kechirishni bilmayman. Chuqur menga yordam qilinglar. Mening narisiga tushib 5 balamga yordam qilinglar. Men balalarimning hayotligini bilmayman. O'tinib qolay sizlardan. Balalarimni tep beringlar, balalarimning o'zlariga qilib beringlar. Men haqiqiy yordam qilishinglarni so'rayman. Mening vatanim bo'lsa Qashqarda shahardim. Ammo shu bir balamni Xotandik bir balalar tarbiyalash lageridan tortilgan videodan ko'rdim. Qolgan 5 balamning nerligini bilmayman, yo'lishimning nerligini bilmayman. Xitoy hukumatining deganki prosos nimish men oilam bilan ko'rishtirmaydi, nimish telefonda ko'rishtirib qo'ymaydi. Men chuqur buning javobini beringlar. Chuqur balalarimning o'zlariga qilib beringlar, sizlardan o'tinib qolay.